Men shuncha hammaga oyijonim tilla deb maqtab gapiraman-da. Shunaqa adashgan ekanman, bilasizlarmi? Qayningiz baribir onangizdek bo'la olmas ekan. Umuman bunaqa bo'ladi deb o'ylamagan edim. O'g'lim beshik to'yida onam tarafdan bergan podarkalarni hamma ko'rdi, hamma obsujdatsiya qildi. Qayni hech narsa bermadilarmi deb. Выписка kuni onalarimiz bizani uyda kutib olishgan edi. Va menga mana shunaqa podarka olib qo'ygan ekanlar. Nimaligini tushunmasam, adashgan ekanman. Menda tilla qaynana emas, brilliantli qaynana ekan. Kech payt ko'rgandim bu narsani. Qo'lim yetib bormagandi, keyin ochib ko'rgani. To'g'risi, mana hozir normalni siz bilan ochib ko'ramiz birgalikda. Itaqib ham ko'rmaganman. Bismillahirrohmanirrohim. Korobka ichida korobka. Bismillahirrohmanirrohim. Wow! Mana birinchi brilliantli seryoshkalarim. Voy. Tak, taqib ko'rmaganman, endi taqib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Orqasida bunaqa serdechka ekan tag'im. Voy. Buralib ochilar ekan. Прямо ko'raman shunaqa knopочка bo'lsa, akkuratniy bo'lsa. Men yarashdim. 750 probali tillaga 38 ta brilliant donachalari. Kimda bor yana bunaqa qaynana? Brilliant va qaynana. Eng qiziq tarafi, otam tug'ishimga yaqin komandirovkadan Moskvadan kelgandilar. O'zlari bilan menga podarka olib kelgan ekanlar o'sha payt olib kelganlar. Akademiya Brilliantovdan. Brilliant. To'g'risi, buni men уже ko'rganman. Shunga aytaman, qiziq taraf oldinda deb. Tadan. Endi qaranglar mana buni. Как так? Yo joydan komplekt bo'lyapti. Otam razmerimni juda yaxshi biladilar. 16-chi. Men yoshdan o'xshayaptim. Hop, почти один в один. Nima yetishmayapti endi bo'tga? To'g'ri. Bitta kolonchik bilan braslet yetishmayapti. Jonim.